Assalomu alaykum Jalol podpischiklari. Bugungi savdomiz 2 mashina. Qo'shaloq bir joyga ketdi. Birisi Cobalt, birisi Nexia 2. Og'alar, pulni e'tibor etamiz. 120 million so'm bo'ldi 2 mashinamiz. Bugun istagan Umarjonamizga berdik. Umarjon, rozimisiz? Doim xayr ko'rgaysiz. Cobalt'imiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bir qishlarimizni ponni chiqaradi. Salon holatlarimizga keladigan bo'lsak, salon holatlarimizni o'zingiz bir ko'ring-da. Metal ustanov ketilib tayyor turibdi mashina. Hech qanday rasxoti yo'q. Nexia 2'mize keladigan bo'lsak, Nexia 2'miz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham ko'ring-da. Balon holatlarimiz ideal turibdi. Salon holatlarimiz o'zingiz bir ko'ring-da. Свежий mashina bu. Mashinamızın rengi ham o'zgacha. Pulga keladigan bo'lsak, Cobalt'imiz 90 million so'm bo'ldi. Nexia 2'miz 30 million so'm bo'ldi. Aziz podpischilar, sizlarga minning narxda, minning qiziqarli bahoda faqatgina Jalol avtosavdoda turadi. Gelip kuzatishni davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r baholarda, bundan ham zo'r mashinalarni qo'yib borsa davom etamiz. Kuzatib borsa davom etinglar.